Dahay! Beni yapmamıştım. Bu neymiş? Ulan kelib meni tutib oldi. Men jinimni boricha qarshilik qilsam, ularga faqat dangilanmadim. Chekinmay bo'lmadi. Meni qutuldirmagin. Dada, nima ish bo'ldi? Taqayning yuzi yorilibdi, uni dori surib qo'yibman. Taqay, og'riyotamdi. Yana so'qishdingmi? Taqay, xo'roz bilan so'qishdingmi? Amisi yuzingga nima bo'ldi? Men senga burunli aytgan, chatoq chiqarsang bo'lmaydi deb. Qara, xo'roz jinida xatoligini ustiga oldi. Dada, Taqayni oqlayman dema. U meni bakli umidsizlantirdi. Dada, uning bilan qaring bo'lmasin, birdan keyin o'z qaytib keladi. Taqay xo'rozni qo'g'dayman deb yorlandi. Uning rostida o'g'il qilding, bola. Belle, kalp yürekteki ne bunu? Beni üstü petindin ha? Alaq bırak gitti bu. Neyime gelseniz baklan bu. Bakacağım, ben bilen ödüm. Vay Ko'pchilik, menga yordamlashib Taqayni tepishib beringlar-chi. Ma'qul. Taqay, senga meva beraman. Samat aka, Nasriddinning Taqayni ko'rdingizmi? Taqay desenler kömüdüm, lekin pahlan desenler ködüm. Bana. Taqay satıman Taqay. Görpeklar. Bu Taqayni satıman. Alamsiz, ha? Sal ta'tiratgan bir tilla bering. Az degandim 5 tilla. Bir tilla. 4 tilla. Bir tilla. 3 tilla. 3 tilla. Taqay, sen nerede? Yana izlaylik, uni cho'qib topalaysiz. Bir tilla bering. Taqay. Bu mening Taqayim. Taqay uyga ketaylik. Taqay, bu sen eng amroq meva. Sen Yaxshi. Qo'rqitgan bu. Qoldi.
Yaxshi bo'ldi. Taqay. Utanere, o'lgan mening taxim. Sen mendan uni ilib olmoqchimi? Nasirdan, taxiying g'alitil bo'lib qapti-ku. Nasib qoldimi nima? Amal topdim. Nimandaq sen taqay bu. Shu emasmi? Selim bay, mening taxim usul o'ynayalaydigan taxay. Shunday qiladi. Men Selimboy bilan bahatal yotamiz texi. O'zini kim chaqlab qolding? Bu taxayning taqdiri sizga bog'liq o'xshaydi. Setivlar, bu taqdirni. Siz so'tak. Kimingni ko'z qilmaysan? Bu taxay e'londagi bilan o'pma o'xshashgan bu. E'lonniki bilan qaysi e'lon? Yigit, bu taqayni tepib olganda o'xshamamsiz. Egisiga qaytirib ber. Yo'q. Cho'qim o'g'irlagan. Shunda o'g'irlagan. Yo'q, unda ish yo'q. Gapimni anglanglar. Bu Yiliganligini qara buni. Muhammed qilib. Nega borsan? taxayni egisiga qaytirib beray. Ko'ni kesiling yana qo'zg'algan o'xshamanda. Seni olmoqchimisan? Qozi xo'jamning oldiga borganda nima deysan Qozg'ani bo'lmayman. Taxiyim, yana nima bilan uyga qaytqanchimi? Tez berib bu ishlarni Nasriddinga aytay. Samat taxayni qaytirib aytganlarmi? Chataq yo'q. Nasriddin, seni taxayingni Selimboy elib oldi. Chataq bo'pti-ku. Shu emasmi? Bayxo'jamning ko'ni kesilib yana qo'zg'alibdi-da. Yuringlar, taxayni qaytirib kelaylik. Axiri qo'limga tushding. Sangu to'xtimi deyjima. Sen bugundan boshlab mening taxiyim. Bayxo'jam, bundaq bo'lishi natayin. Chunki bu taxay mening tursa. Bu mening taxiyim. Mening turma. Rasma? Mening degandiki mening. Amsa keyin bir ish yuz bersa men ega emaschimu? Taxay! Taxay, qaytaylik! Taxay, uyga qaytaylik! Taxay, uyga qaytaylik! Men ish qilmaydi. Men ish qilmaydi. Sen degan mening taxiyim. Taxay bu yoqqa. Tez taxiyimni taq. Nasriddin, tez taxiyimni taq. Tez. Taxay. Nasriddin. Nasriddin. Taxay. 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 Kechirgin. Men seni xato ayblabdiman. Nasriddin, endi hargiz uydan chiqib ketmayman. Nasriddin. Taxiyimdan nerda? Nasriddin, taxiyimni tutib ol. Nasriddin, seni bo'sh qo'yib atmayman.